Yoshing o'tib beldan quvvat ketmasidan, umr yo'ling poyoniga yetmasidan. Yoshing o'tib beldan quvvat ketmasidan, umr yo'ling poyoniga yetmasidan. Ajal otliq tulpor qul tutmasidan, yaxshilik qil, yaxshilik shu qoladi. Yaxshilik qil ey do'stim, shu qoladi. Kasb qo'llariga, umri jonlariga Rasul fayda baraka bersin. Yaxshi toqqanlarning to'ylariga, yaxshi kunlarga bo'lsin. Qayerda bo'lmasa Alloh taoloning panohiga bo'lsin. Yon kunlar madadkor bo'lsin. Qilgan xayri ihsonlarini Alloh taolo dargohida qabul etsin. Allohu akbar. Yosh bolalar shu nimalarda tashkil qilganlarga rahmat. Shu Rossiyadan pul jo'natib chiqdi. 28,000 rubl rus puli. Shuni somonga aylantirgan 4,300 somon bo'lgan. Shularni sharoiti og'irlarga 7 kishiga taqsimladik. O'rmonova Muniraxonga, ikkinchisi Vadillo Ovoga, Xudoyberdiyev Raim Ovoga, Juldiyev Xudoynazarga, Abduyev Eshnazarga, Abdujabborova Musharrafxonga, Sidiqov Isobekka. Bitta Sidiqov Isobekka shu tavbat uchun pulini berdik. Qolgan 6 kishiga 1 lingadan un, yog' 5 litrdan, go'sht 2 kilogramdan, tuxum 1 korobkadan, kartoshka, piyoz va sabzi, makaron 2 kilogramdan, choy 1 pachkadan va oxirgisi shakar 2 kilogramdan. Shu mahsulotlarni sharoiti og'irlarga taqsimladik. Alloh taolo xayri ihsonlarni dargohida qabul etsin. Hammadan inson jonlarini sog', ularni iymonni salomat qilsin, basliklariga ko'riksin, oxir ishlarini bahar qilsin. Parvardigori olamni panohida bo'lgan. Amin ya robbal alamin. Rahmat hammaga. Bolalarni qilgan ihsonlarini Xudo dargohida qabul qilsin. Robbul U dunyoga boylik olib ketolmaysan, boylik bilan yoki qolib ketolmaysan. O'tar bo'lsang qaytolmaysan, qaytolmaysan. Yaxshilik qil, yaxshilik shu qoladi. Seni bizge versin, o seni Xudo versin. Hammalarga rahmat. Ularning topganiga to'g'ri Yoki bormi so'zlarimga javoblaring? Kor qilarmi seni qilgan bavar?